Mening qaynotam. Kampirsho, yana bir qaytar. Nima deding? Tushunmadim. Baxtiyor qo'ng'iroq qildi deyapman. Qizing shaharga borish kerak ekan, chunki yaqinda to'y. Uzuk olish kerak, ko'ylak olish kerak, har xil taqinchoqlar olish kerak. Xullas to'yga kerakli hamma narsalarni olish kerak ekan. Qayerga boradi qizim? Hatto yo'lni bilmaydi. Hali qizim uni nikohida emas. Odamlar nima deydi, ha? Odamlar bo'lmagan gaplarni gapirasan-ki. Ularga nima deyman? Bormaydi. Ularga ayt, kerak bo'lsa o'zlari kelishsin. Hech ham odam bo'lmading-da. O'zing bilasan. Nima qilsang qilgin, odam ham shunaqa bo'ladimi? Xudoyim, xudolarga nima deyman endi? Hech ham bu sassiq chol o'zgarmadi. Jonga tegdi-da. Anorni ham shirin-shirinda. Anorni foydasi juda ham zo'rda. Qonni suyultiradi. Juda foydali meva. Buni bilgan biladi. Mana keldim. Buni ish faqat anorxo'rlik. Haytali. Labbay. Assalomu alaykum. Kim? Mana. Kim? Baxtiyor. Baxtiyor? Gaplash. Alo. Eshitaman. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xudo yaxshimi? Yaxshi. Baxtiyor, o'sha kuni bir ikkita narsa olib kelamiz degandingiz. Nima bo'ldi o'sha ish? O'zingiz olib kelasizmi? O'zingiz sarson bo'lmang. Xudamga ayting, kuyovni jo'natsin. Ha, bir ikkita maslahatli gaplar bor edi. Nima? Kelin ko'ylak? Kuyov kelsin, maslahatlashib hal qilamiz. Ha, hal bo'ladigan ish xavotir olmang. Xo'p bo'ladi, xo'p, kutamiz. Xo'p, salom ayting. Bo'pti, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Bu telefoning ishlarkana qanaqa qilib ishlatyapsan? Meni telefonim ishlaydi-ku-ya, ammo seni telefoning bir umr ishlamaydi. Bechora Baxtiyor majburligidan menga qo'ng'iroq qildi. Men shu qarigan kampir holimda ovora bo'lib yugurib keldim. Meni telefonimni antenasi yo'q. Kampirsho. Antena bo'lsa, quvvati yo'q. Quvvati bo'lsa, puli yo'q. Chunki sen umuman tushunmaysan, ikkichi eding, ikkichi bo'lib qolib ketasan. Ikkini nima daxli bor? Bu o'g'ri kompaniya pulni yechib oladi. Noto'g'ri kompaniyadan ulangansan. Qanaqasiga noto'g'ri? Mana, meniki har doim ishlaydi. Qaysi kompaniya? Anor Mobi. Shu anormi? Bu yeydigan anor, bu esa Anor Mobi kompaniyasi. Tushundingmi? Har doim ishlaydi, antenasi ham joyida. Pulichi puli? Puli ham arzon. Anor Mobi. Anor Mobi. Anor Mobi. Ha. Bu anor Anor Mobi. Mobi. Shu kichikroqni olmaysanmi? Katta anorni olib ketdi-ya. Anor Mobi. Anor Mobidan o'rgildim. Katta anor shirin edi-da. Endi maza qilib yeyman deganda, kampirsho anorni olib ketdi. Kel bolajonim. Kela qol. Bir piyola choy ichib olgin. Bolajonimga mana o'zim choy quyib beraman. Qani kela qol. Ma, choy ich. Yana choymi? Nima bo'ldi, bola? Ishxonada ham choy, uyda ham choy, jonga tegdi shu choy. Qani gapirchi, nima bo'ldi? Voy jonim bolam. Erkatoyimga nima bo'ldi? Mazam yo'q. Nima bo'ldi, bola? Dadamga ayting.
O'zi nima bo'ldi? Meni sharmanda qildilar. Obro'yimni yer bilan bitta qildi. Qanaqasiga? Birinchi kundanoq choy damla, uni qil, buni qil, Cho'tiboy deganga meni topshirdilar. Meni xizmatkor qilib qo'yishdi. Voy erkatoyim-ey, men o'g'limni ishxonada choy damlasin deb katta qilmaganman. Xo'pmi? Meni bolam choy damlamaydi deb dadamga ayting. Ha, albatta aytaman o'g'lim, albatta. Voy jonim bolam meni. Hozir aytasiz-a? Hozir gaplashaman o'g'lim. Xo'p. Unda hozir ayting. Men ishga ketdim. Choydan ich bolam. Assalomu alaykum dedi. O'taver. Hey. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Ha. Erkatoy o'g'ling bilan o'tiribsanmi? Maza qilib. Shikoyat qildimi? Shikoyat qildi albatta. Nima deydi? Men o'g'limni ish joyida choy damlasin deb voyaga yetkazmadim dadasi. Nahotki o'g'limizni choyxonachi qilib qo'ygansiz. Voy. Nima? Unda nima uchun tuqqansan, ha? Chet elda shuncha yil o'qib, nahotki endi ishxonada choyxonachilik qilsa. Ha. Hali shundaymi? Unda ayt. Meni xonamga kelsin. Hammasini tushuntiraman. Xo'p, Choy quymaysanmi? quyaman. Bolangni orqasidan endi choy ham quymaysanmi? Choydan iching. Rahmat. Kiravering. Nima bo'ldi? Men 5 yil Amerikada choy damlash uchun o'qidimmi, dada? Unda nima uchun o'qigansan? Bankir bo'laman. Boshliq bo'laman deb o'qiganman. To'g'ri? Biz ham seni boshliq bo'lishga, bankir bo'lishga o'rgatyapmiz. Kim edi? Cho'tali akami? Bir gaplashib qo'ying. Cho'tali emas, Cho'tiboy. Ha, o'sha Cho'tiboy aka. Bir gaplashib qo'ying. Hurmatsizlik qilib neto gapiryapti. Yaxshi bo'pti. Nimaiki desa, nima ish buyursa, bajargin. Tushunarlimi? Tushundingmi? Ishni o'rgan. Unda men qachon boshliq bo'laman? Qachonki Cho'tiboy tayyor deb aytsa, o'shanda bank boshlig'i bo'lasan. Tur, ishingni qil. Sizga ham choy damlaymi? Yo'q. Menga choy damlaydigan bor. Mevali. Choy damlaydigan bor dedim. Bor. Baraka top, Cho'tiboy. Baraka top. Sen bilan kelishgandik, sotaman deganding. Nega endi birdan aynib qolding? Men senga aytganman, oxirgi narxini. Menga qimmatga tushgan. Iltimos, to'g'ri tushun. Puli naq. Yo'q, sota olmayman. Bera qolsang-chi. To'g'ri tushungin. Men sota olmayman dedim. Tirikchilikka emas, o'zimga. Yo'q, Iltimos, bera bu qolgin. velosiped ko'piga arziydi, ishonaver. Zo'r mashina. Qishlog'imizga begona mashina kelib qopti. Kimniki o'zi bu? Tanimadim. Tanimadingmi? Yo'q, tanimadim. Nusratni Qaysi o'g'li-ku. Nusrat? Necha kundan beri shu yerda ko'ryapman. Qudratovlarchi?
Qaysi Qudratovlar? Rahmatli Ismoil boboni o'g'li. Tanidingmi? Tushunmadim. Nima ishi bor ekan bu yerda ularni? Necha kundan beri bir uyni yonida ko'ryapman. Kimni uyini yonida? Haytali ziqnani. Haytali ziqnani? Uni oldida bular nima qiladi? Nima qilardi? Butun qishloqda ovoza-ku. Qudratovlar qizini kelin qilishyapti ekan. Sen qayerdan bilding? Husnora xola aytdi. Yo'q, Sen qayerdan bildingmish? Ha? menga qara. Sangali bu haqda biladimi? Bilmayman. Buni shunday qoldirib bo'lmaydi. Agar ular qizni kelin qilib olib ketishsa, Sangali hammani oldida sharmanda bo'ladi. Bu ishni shunday tashlab bo'lmaydi. Sangaliga aytish kerak. Rozimisan? Boyadan beri men senga nima deyapman? Ahmoq qilasan odamni. Ko'ramiz, lekin velosipeding 175 mingga arzimaydi. Arziydi, yur. Begona qilmay menga ber. Bo'ldi, ko'p gapirma, yur. Sangaliga aytish kerak. Qizdan qo'rqib qolib ketmasin yana. Boshimni og'ritib yubording. Bo'la qol, tez yursang-chi. Bo'ldi, yura qol. Hormasinlar. Va alaykum assalom. Qaynotam uydami? Qachondan beri qaynotali bo'ldingiz? Hamma biladi-ku. 2-3 kundan so'ng to'y. Tez chaqirib ber. Vaqtim yo'q, ketishim kerak. Ota! Ota! Nima gap? Meni qaynotam. Kuyovim kelibdi-ku. Kirmaysanmi? Kir, yur. Salom, yaxshimisan? Tinchmisan? O'zimni kuyovimdan o'rgilay. Qo'yay. Hamma yaxshimi? Uydagilar salomatmi? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Qani kir. Menda ishingiz borligini dadamga aytgan ekansiz. Shunga keldim. Quruq qo'l bilan keldingmi? Yo'q, albatta. Hamma narsalar mashinada. Keyin tushirarsiz. Qo'shnilar ko'rib qolmasdan hoziroq olish kerak. Yur, tezroq. Yur. Narsalar qayerda? Mashinadami? Qani, yur. Yura qol. Qani, och. Mana shularni berib yuborishdi. Yaxshi. Hozir. Zaynab, bu yoqqa kel. Yordam ber. Kel. Tezlash. Ol. Tezroq bo'l. Bo'l. Qani, uzat. Zaynab, tezroq bo'l. Kela qol. Tezroq bo'l. Ana shunday. Hozir, mana, hozir. Ber. Hozir. Ana. Bo'ldi. Xo'sh. Qani, bu yoqqa ber, menga ber. Ber. Ana shunday. Qani, qolganlarini ham tushir. Bo'la qol. Ol. Tezroq bo'l. Hech kim ko'rib qolmasin. Qani, bo'l. Qani ber. Qani. Tezroq. Qani, kir. Hammasi shumi? Shular? Kuyov bola. Haligi bitta narsa yetishmayapti. Nima? Tort. Tort berishmadi. Nimaga kerak tort? Shirin hayot tortsiz bo'lmaydi.
Bir ilojini top. 4 olib kel. Bir balo qilib 4 olib kelmasang bo'lmaydi. Nima qilamiz? Yo'llaringiz juda yomon ekan. Shu 4ni Tog'ajon, shu 4ni pulini bersam bo'lmaydimi? Pulinimi? Bo'ladi, Zaynab. Qancha beray? Ozroq qo'sh. Mana tog'ajon. Kattaroq 4. Kattaroq 4 olish kerak. O'zi shuni endi juft qilib qo'ya qol. Mana tog'a, ana. Endi bo'ldi. Kattaroq 4 olamiz. Yetadimi? Ha, yetadi. Ha? Haligi, mana juft bo'lsin siz uchun. Oling. Rahmat. Qolgan pulingni cho'ntagingga solib qo'y. Yana benzinsiz qolib ketma. Endi borib qaynota va kuyov maslahat qilamiz. Qani yur. Nima bo'lganda ham kelib yaxshi qilding, xo'pmi? Tog'a. Qaynota kuyov nima haqida gaplashadi? Hayot haqida. Hayot, qaynota, kuyov gaplashmasa kim bilan gaplashsin, ha? Ikkovimiz bafurja o'tirib gaplashamiz. Ha, mana bu xurmolarni sotuvga tayyorlayapman. O'ptumchilar kelib olib ketishadi. Ozgina qimmat bo'lsa ham yaxshi-da. Foyda qani, yura qol. U yerda dacha bormi? Ha, dacha bor. Maza qilib salqinda o'tiramiz, suhbatlashamiz. O'sha yerda suhbat pishadi-da. Zab keldingda, kuyov bola. Endi gaplashamiz. Hayot haqida gaplashamiz. Turmush, keyingi rejalar, bizning tirikchiligimiz shundan, kuyov bola. Sal nariroq turlaring. Qoch. Sen bu yoqqa o't. Sen ham bu yoqqa o't. Bo'la qol, tez. Bu yoqqa o'tlaring tozalashim kerak. Sangali! Sangali! Qayerda ekan bu bola o'zi, a? Sangali! Yana o'sha mol poliga qarayotgandir-da. Sangali? Aytdim-u. Ana. Uyalma. Uyalma. O'sha mol holingga qarab yur. Ha. Shunaqa yuraversang, 40 yilda ham uylanmaysan, tushundingmi? Hey, menga qara. Qachongacha mol boqib yurmoqchisan, ha? Buni qara. Haligacha uyingni remonti bitmagan. Men nima qildim? Har kungi ishim-ku. Kecha kunduz shu yerda uxlaysan shekilli. Sen bularing bilan ovora bo'lib yuraversang, yaqinda qizingni olib ketishadi. Tushundingmi? Aytishlaricha Haytali ziqnaga juda katta qalin puli berishyapti ekan. Hozir Nusrat akani o'g'li keldi. Tushundingmi? Qaysi Nusrat? Sen aytgan Nusrat emas. Qudratovlar. Bojang. Shunaqa gaplar. Meni eshit. Hozir shartta bojangni oldiga borib, bu qizga men uylanaman. Men bu qizni yaxshi ko'raman. Biz bolaligimizdan bir-birimizni yaxshi ko'ramiz deb aytasan. Tushundingmi? Yaxshilikcha tushunsa tushundi, tushunmasa unda boshqacha yo'l bilan tushuntiramiz. Ha, biz shu yerdamiz. Qani yur, ketdik. Yur. Veligingni ol. Bo'la qol. Nega baqiraysan? Qani chiq. To'ylar bo'lsin, amin. Allohu akbar. Xush kelibsan, kuyov. Zaynab, Labbay ota. haligi qizim, tez choy damla. Kuyov. Kuyov. Ko'k choymi yoki qora choymi? Ovora bo'lmang. Tog'a, choy ichmayman. Ichmaysanmi? Choy kerak emas. Choy ichibdi, ishingni qilaver, qizim. Seni chaqirishimdan maqsad men bir ikkita narsalarni bilmoqchi edim. Qayerda ishlaysan, qayerda o'qigansan, shularni bilish. Albatta, tog'a. O'qishsiz bo'lmaydi. Amerikada o'qiganman. Qayerda? Amerikada? Ha? Massachusets texnologiya institutida. Massachu? Yo'q. Massachusets. Xullas kasbing nima? Gapir. Ekonomist, bankir? Oylik olasanmi? Oylik pulingga yashaysanmi? Yo'q, tog'a, unaqa emas.
Aksincha, men oylik beraman. Sen oylik berasanmi? Xodimlarga. O'zingmi boshliq? Men boshliqman. Xabaringiz yo'qmi sizni? Yo'q. Shu kunlarda dadam meni nomimga yangi bank ochdilar. O'zimni nomimga. Seni nomingami? Emin Sarmoya deb ochdi. Shunaqami? Qurugdan o'tganda 82 tomonda joylashgan. Albatta kiring. Men shu yerdaman. Katta xonam bor. Albatta borib ko'raman. Eshitishimcha, sen bitta o'g'ilsan. Merosxo'r o'zingmi? Ha, bitta singlim bor. Ha, singil hisobga o'tmaydi. Merosxo'r sensan. Ha, shunday. Mollarga e'tibor berma, kuyov. Agarotda nima bo'lsa, hammasini yeydi. Shunga burchakka qo'yganman buni. Ertaga kechgacha turadi. Yeganlari hazm bo'lsin deyman-da. Hazm? Ha. Hamma narsani yegani uchun buzoqchaga jazo beryapman. Yana yorilib ketmasin deyman-da. Buzoqcha-ku, burchakni tushunadimi? Tushunmasa his qiladi. Kuyov, endi bir narsa so'ray. Ba'zida pul kerak bo'lsa, bankni yugur-yuguri ko'p. Sizlarni bankinglarda qanaqa? Qanday olsa bo'ladi pulni, ha? Tog'ajon, endi qariyb 10 yil men Amerikada bo'ldim. Amerikada qarz olish juda oson. Emin Sarmoya bankini sistemasi xuddi Amerika banklariga o'xshash juda ham oson. Bemalol pul olasiz. Bir kunda olsa bo'ladimi? Yangi joy ochilgan. Xuddi lombardga o'xshash tillangizni olib borasiz, 5 daqiqa ichida qarz olishingiz mumkin. Faqat tilla kerak. Masalan, kredit olishlar onlayn, faqat lombardmi? Bir marta bankka borasiz, bo'ldi, ish joyida bitadi. Pulni bir kunda olib keladimi? Uzog'i 1 soat ketadi, bir kun emas. Shu yerda o'zing bo'lsang yordam qilasanmi? Albatta, tog'a. Barcha tizimlar juda ham oson. Bemalol boravering. Sen endi menga o'g'limday, hali o'zim borib ko'raman. Xush kelibsan. Rahmat, tog'a. Sog' bo'l. Endi xotirjam bo'ldim. Qizimni senga berdim. Xo'p, tog'a. Lekin buzoqchani burchakka qo'ymang. Agar o'tda nima bo'lsa, barchasini yeb tugatdi bu. Yaramas. Bir adabini yesin. Endi tog'ajon, labay. Kech bo'lib qoldi. Xavotir oladilar. Men ham ketay. Ovqat qilardik, shart emas. Bitta duo qiling. Mayli, yaxshi. Yo'ling bexatar bo'lsin. Amin. Dadangga salom ayt. Albatta aytaman. Mayli. Sog' bo'lgin. Sangali, qo'rqma, biz shu yerdamiz. Biror narsa bo'lsa, o'zimiz bormiz. Ha, bolalar, tinchlikmi? Qo'rqma, Sangali, biz yoningdamiz. Ha, biz sen bilan. Tushunmadim. Qayerdan kelyapsan? Menmi? Qaynotamning uyidan. Qaynotang kim? Bu qishloqda qaynotamni hamma tanirkan. Haytal aka. Taniysanmi? U meni qaynotam. Tushundingmi? Qanaqasiga seni qaynotang? Menimcha Haytal akani bitta qizi bor, to'g'rimi? Agar ikkita bo'lganda boja bo'lardik, ha? O'sha bitta qiziga men uylanaman. Tushundingmi? Ho. Nega unda uylanmading? Men qishloqqa kelmagan bo'lardim. Yoki senga bermadimi? Qo'rqma, shu yerdamiz. Boyvachcha. U qizni men yaxshi ko'raman, tushundingmi? Nima qilyapsan sen, ha? Sangali, tinchlan. Voy, o'g'lim bor. O'tir, mashinaga o'tir, qani. Unga qiz toping, xola. Topamiz. Sen o'zi nima qilyapsan? Buni dadasi ham shu qishloqdan. Hamma ayb sizda. Aybim nima? Siz qildingiz. Buni men hal qilmayman. Otasi qaror qilgan. Tez yo'lni ochinglar, qani tez. Ol velosipedingni. Tez dedim.
Buni qaranglar a. Ey, men aybimmish. Qara-ya, qani velosipedingni ol. Qani o't sangali senam. Qani bor. Buni ham dadasi mana shu qishloqdan. Senlarni qara-yu. Qani o'tavur bolam, o'tavur. To'xta. Uni majburlab uzatishyapti. Men nima qilay majburlashsa? Ularni siz olib bordingiz. Ha, birinchi seni ota-onangni ham olib borgan edim. Ha, o'zlari hal qilisha olmadi-ku. Meni nima aybim bor? Ketdik. Buni tagiga yetamiz. Husnor opa kelmaganda o'zimiz bulardik nima qilishni. Adabini berardim. Ularni hammasi bir go'r. Ha, meni yoshligimdan Brusli deyishadi. Ketdik, Bilasan-ku, Yur. irg'ib turib bir tepardim, shahariga qochib ketardi. Xudo! O, Xudo! Nusratullo! O, Xudo! Hozir. Shu yerdamisizlar? Oching! Hozir. Yaxshimisan? Keling. Tinchmisan? Yaxshi, Salomatmi? Rahmat. Salomatmi? Rahmat. Kel qizim. Hammasi yaxshi. Yaxshimisizlar? Rahmat. Adashmadikmi? Yo, adashmadingiz. Ha. Qudam qayerda? Nusratjon. Uydalar. Uydamilar? Ha. Qani yur. Qani marhamat. Nusratjon. Bormisiz? Qudamdan o'rgilay. Sog'ligingiz Kel, qizim, yaxshimi? kel. Salomatmisiz? Xudoga shukr. Xush kelibsizlar. O'zingiz yaxshimi? Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Qishloqdan menga ham shunaqa uy olib bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Ha, albatta. Maqtanib yurardim. Nima deysiz? Ha, albatta. Qani ichkariga. Rostdan olib berasiz-a? Mayli. Ha, Qani rahmat, Zaynab, rahmat. yur qol qizim. Sizga ishonaman. Nasib qilsa olib beraman. Qani, yuring. Uyga kiraylik. Xush kelibsiz. Ha, shu vaqt bo'ling. Uyingiz zo'r ekan. Mana shunaqa uyda yashasang-da. Kela qol qizim, marhamat. Zulayho, mehmon keldi. Bu Zaynab. Hozir bir daqiqa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu. Bo'lajak kennaying. Buncha chiroyli qizni qayerdan topdingiz, oyi? Topaman-da. Ha, Emin uxlayaptimi? Akam Turdimi? menimcha uxlayapti. Ha, uyg'otib kel unda qizim. Xo'p. Marhamat, yur qizim. Avval siz o'ting. Sen o'taver. Obbo, qizim-ey. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Haligi Husnora xola kelmadimi? Biroz mazalari yo'q ekan, shunga kelmadilar. Ha, mazasi yo'q ekanda. Yosh o'tgan sari shunaqa. Sog'lig'i ham ketadi, biror joyga chiqa olmaysan ham. Emin. Hey, tura qoling. Yana dimiqib qolmang. Emin, sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Hey, Emin, sizga aytyapman, qo'ng'iroq qilishyapti. Kim? Zulayho. Alo. Aka, qayerdasiz? Tinchlikmi? Tinchlikmas. Mehmonlar kelgan. Qaynotangiz kelgan. Nima ishi bor ekan biznikida? Hali qiziga uylanmadim-ku. Hozir boraman. Xo'p, tez keling. Yugurgani ketganda iltimos. Xo'p.
Tinchlikmi? Tinchlikmas. Xudo, qani ilohi amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Allohu akbar. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Rahmat. Baraka toping, Xudo. Ancha ovora bo'libsiz-da. Nima qilay endi? Qizim dushanbega birinchi kelishi, yolg'iz jo'natishga to'g'risi qo'rqdim. Sizni omonatingiz bo'lsa, sog' salomat qo'lingizga topshiray dedim-da. Bir og'iz aytmaysizmi? Men kuyovni jo'natardim, olib kelardi. O'zingizni ovora qilganingizni qarang. Xafa bo'lmaysiz. To'y o'tguncha mumkin emas. Bo'lmaydi. To'ydan keyin bemalol uchrashaverishadi. Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. To'ydan keyin bo'lsa, siz olib kelasizmi, kuyov bola olib keladimi? Farqi yo'q. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Chiroqlarni qo'zi qorinday o'rnatibsiz. Chiroq tekinmi deyman, ha? Nima, pul olishmaydimi? Yo'q, el qatori pulli. Yo, levi svetlaring bormi? Yo'q, yo'q, Xudo, to'g'risini ayting. Yo'q, yo'q, Xudo, bunga e'tibor bermang. Muhimi nima, bilasizmi? Nima? Pul topish yo'li. To'g'ri, pul qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin ozgincha ekonom qilsa, yanada ko'p pul bo'ladi-da. Borib choy olib kel, Baxtiyor. Qani bora qol. Mehmon, ko'k choymi, qora choymi? Chiroqlaringizni ko'rib, ichim yonib ketdi. Tefalni qo'ysangiz, pul ishlaydi. Undan ko'ra suv olib keling. Xudo, bu gaplarni qo'ying. Ko'nglingiz nimani xohlasa ayting, olib kelamiz. Nima olib kelsangiz olib keling, Xudo. Xo'p, yaxshi. Mehmon bo'lsak bo'libmiz. Ha, olib kel. Baraka toping, Xudo. Ancha ovora bo'ldingiz. Mayli, xush kelibsiz. Mana taqdir ekan, qarindosh ham bo'ldik. Baraka toping, baraka toping. Bir kuni mehmonni oldiga tarvuz qo'yaman deb pars etib qo'limdan tushib ketsa bo'ladimi? Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi degan shu bo'lsa kerak-da. To'g'rimi? Bo'p turadi. Kuyov qayerda qoldi? Ko'rinmaydi. Hozir keladi, shu yerda. Mana keldi. Assalomu alaykum. Bo'rini yo'qlasang qulog'i ko'rinadi. Xush kelibsan, o'g'lim. Yaxshimisiz, dada? Yaxshi, kel o'g'lim. Yaxshimisan, Emin? Kuyov bola. Turib ovora bo'lmang. Kuyovni payg'ambarlar siylashgan, turmasam uyat. Keling, o'tiring, o'tiring. Xo'sh. Ke. Yaxshimisan, bolam? Qayerda yuribsan? Ertalab yugurishga chiqqandim. Ozgina mashq qildim. Ha, to'yga tayyorgarlikda. Ha, Xudo, baraka toping. Yaxshi qilasan, o'g'lim. Baraka top. Xudo kelinni olib kelgan. Hozir turib, kiyimingni almashtirib, tayyor bo'l. Kelinni olib chiqasan, ko'ngli nimani xohlasa, shuni olib berasan. Dadang to'g'ri aytdi. Kelinni sepini olish kerak. Tilla olish kerak. Tushunarlimi? Sarpo qilish kerak. Nima kerak bo'lsa olish kerak. Xullas, hamma narsani asta-sekin yig'ish kerak. Ertaga muammo bo'lmasligi uchun. Xo'sh, men to'g'ri aytyapmanmi, Xudo? Juda to'g'ri aytdingiz, juda to'g'ri. Qoyil. O'g'lim, tur, bora qol. Qachon borish kerak? Hoziroq. Hozirmi? Ha, hozir tez bo'lasizlar. Xo'p, mayli. Qani bora qoling. Xo'p. Ha, kuyov, narsani zo'ridan ol. Shu yerdamiz. Yo'lda ehtiyot bo'l. Xo'p, xo'p. Xudo, men bir tashqariga chiqib kelay. O, turishingiz shart emas. Hozir, bir soniya. Hozir, bir soniya. Baxtiyor. Labay. Ko'rdingmi? Borib qaynatasini yoniga o'tirdi. O'ylashimcha, o'g'limni qo'ldan boy berdik. Shunaqaga o'xshaydi. Eminjon. Eminjon, to'xtang. Eminjon. Bir istagim bor. Yo'q demagin. Xo'sh, nima? Meni ota deyishingni istayman. Ota? Ha, tog'a emas. Sabab? Sen endi meni farzandimsan. Ota deb chaqir meni. O'zimni otam bor-ku. Ha, u ham otang. Men ham otang. Sen endi
Meni o'g'limsan-ku, shuning uchun ota degin. Qishloqda hamma meni ota deb chaqiradi, ammo men qarshiman. Meni ota demanglar deb aytaman. Biz ham senga nima desam ekan? Padarka emasmiz, o'g'lim? Ha, farzandlaringiz ko'pmi deyman? Unaqa emas, faqat bitta qizim bor. Yaqinda to'y, shunga ota deb chaqiraver deyman-da. Tog'ajon, gap bo'lishi mumkin emas. Ammo dadam eshitsa xafa bo'ladilar. Hech qisi yo'q, odatlanadi. Axir sen menga o'g'lim deysan, ha? Eminjon, hozirdan meni ota deyaver. Hech bo'lmasa to'y o'tsin, ota deb chaqiraver, iltimos. Xo'p, va'da bermayman, lekin harakat qilaman. Xo'p, o'g'lim. Mana yaxshi. Yaxshi, boraver. Yaxshi. Yaxshi joyga o'xshaydi. Qanday bo'lmasin, bu yerga ko'chib kelish kerak. Ko'z tegmasin. Buncha chiroyli qiz topgansiz, oyijon. Agar yoqmaganda tanlamagan bo'lardim. Menimcha bugun kelin ko'ylak tanlashga boradilar. Ha, Men ham birga boray. mayli. Yes. Kechki ovqatga nima qilay? Shart emas, ovora bo'lmang. Biror mazali ovqat ayting, men kechga qilaman. Nega ovora bo'lamiz? Mana akam ham keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqlarda Assalomu qolib alaykum. ketding, bolam? Yugurishga chiqqandim. Sen chopmasding-ku? Bugun boshladim. Yaxshi. Keliningiz kelibdi-ku. Ha, O'tir, nega turibsan? chiroyli gapir. Qo'polashma. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nega kelishibdi o'zi? Ha, oyi, nega kelibdi? Ko'ylak tanlaymiz degandik. Ha, Shuning uchun. meni nima daxlim bor? Voy, nima deganing? Qara qanday go'zal. Unda men xonamga chiqib kiyimlarimni almashtirib, tayyor bo'lib tushaman. Keyin ketamiz. Xo'pmi? Xo'p, Yaxshi o'tiringlar. mayli. Men ham birga boraman. Kelinoyi, yaxshimisiz? Zaynabni 1 daqiqaga mumkinmi? Labbay ota. Ke. Meni eshit, qizim. Zaynab. Seni hozir ko'ylak tanlashga olib boradi. Nimani istasang olib beradi, xo'pmi? Tilla deysanmi? Farqi yo'q. Tillani eng qimmatidan tanla. Tag'in bujiteriya sotib olma. Tushundingmi? Dada, uyalaman. Uyalishga barobarmi? Kallangni ishlat. Bularni puli ko'p. Bu uylarga qarasan, qarayapsanmi? Pullari pachka-pachka taxlanib yotibdi. Tushundingmi? Meni qara, o'zingni qara. Ertangi kuningni o'yla. Kallangni ishlat. Gaplarimni unutma, Zaynab. Xo'p bo'ladi. Voy, tushundingmi meni, Zaynab? Yaxshilab. Xo'p, tozasidan ol. Xo'p bo'ladi. Bor. Kelinoyi, shunaqangi zo'r magazinlar topib qo'yganman. Eng saralarini olamiz. Tayyor bo'ldingmi, o'g'lim? Ha, tayyorman. Ketdingmi? Sen qayerga? Men ham boraman. Qayerga borasan? Uyda mehmonlar. Undan ko'ra oyimga yordam ber. Hech qisi yo'q. Boshqa safar borarsan. Bir-birlariga juda ham mosa. Iloyim baxtli bo'lishsin. Qaddi qomatlaringdan o'rgilay bolam. Qayerga? Oldiga o'tir.
Hayitali akani qizi Dushanbega boraman deb kechasi bilan uxlamadingmi deyman, ha? Menga gapirdingizmi? Yo'q. Oysha xolangga. Meni Oysha xolam yo'q. Kallai sahardan kelib, meni ham uyqumni buzding. Yugurishga chiqqandingiz-ku, hali ham uyqingiz ochilmadimi? Sizlar kechroq kelganlaringda vaqtli turib yugurishga chiqmagan bo'lardim. Uxlardim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qotgan nonimiz yo'q. Menga qotgan non kerak emas. Bu qasr uyda bir sohib jamol yashar ekan, men kuyovlikka nomzodman. U qizni sevgani bor. Sevgani bor? Qattiq sevadimi? Juda qattiq sevadi. Rostdanmi? Ha, rostdan. Hali ko'ramiz. Eshik tagida shunaqa turaveraman. Keling, kiring. To'xtang. Nima bu? Rashk qilyapsanmi? Yo'q, qayerdan chiqdi? Bilmasam, shamolda uchib kelgandir. Qayerni shamoli? Seni shamoling. Kim bor uyda? Uydagilar mehmon kelgan. Qanaqa mehmon? Akamni qaynotasi. Ha. Oyijonim qayerdalar? Voy, qachondan beri oyijoningiz? Seni sevgan kunimdan boshlab seni oying, meni oyim bo'lgan. Yur uyga. Birinchi marta kelishingmi? Ha, Yaxshilab qara. Unda chiroyli joylarni tomosha qil, xo'pmi? Faqat iltimos. Ko'rmaganga o'xshab qarama. Qishloq ekanligingni bildirma, xo'pmi? Bu shaharda meni hamma taniydi. Xo'pmi? sizlar shahardan qishloqqa borsalaringiz, qishloqni manzarasi chetda qolib, mol qo'ylar bilan rasmga tushasizlar. Telefonlaringizda mana bunday qilib rasmga tushasizlar. Nima derdi? Mana shunday tushishni? Selfie. Ha, selfie. Biz ko'rmagansiz deb aytmaymiz-ku. Endi aytingchi, kim bu yerda ko'rmagan? Sizlarni eshaklaring va mollaring bilan kim rasmga tushgan bilmayman-u. Lekin men biror marta bu ishni qilmaganman. Aksiga olib, o'sha mol va eshaklaring navbatda turishadi. Eminjon bilan rasmga tushaman deb. Tushunarlimi? Bu yerda sizni balki hamma tanir. Lekin qishloqda o'sha eshaklar ham tanimaydi. Har kimni ham tanishmaydi. Oyjon, mehmonni kutib oling. O, assalomu alaykum Yusufjon bolam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi? Qani bu yoqqa o'tir. To'ylar muborak bo'lsin. Katta rahmat. Qani kel o'tir. Zulayho, choy damlavor. Ha, yaxshi. Xush kelibsan. Qani ilohi omin. Xudoyim seni ham shu kunlarga yetkazsin. Omin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Amin. Allohu akbar. Uydagilar, ishlaring yaxshimi? Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Kelib juda yaxshi qilibsan. Rahmat. Ha, bu Emin oshnam hali ham uyg'onmadimi? Ha, Eminjon yaqindagina bo'lajak kelin bilan ko'ylak tanlagani ketishgan edi. Hozir kelib qolishadi. Bugun dam olish kuni deb qo'ng'iroq qilmasdan kelgandim. Uyda bo'lsa kerak deb. Yaxshi-ku. Ha, bu yer ham seni uying hisoblanadi. Xijolat bo'lma. Mehmon kelibdi-yu. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Qizim, bitta ko'k joy damla. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Ichkariga kirmaysanmi? Hozir kiraman.
Kelinoyi, men ichkari Mayli. o'taman. U bu narsalardan yeb Rahmat, o'tir. rahmat. Qani ol. Oshni kutyapman. Oyijon, Ha, choy damladim, olib kiraymi? yo'q qizim. Sen sabzini to'g'rashga tush. Oshga kech bo'lib ketmasin. Choyni o'zim olib boraman. Qarang, qarang. Yaxshilab qarang. Ko'z daryo degani. Haytal akani qizi. Sizniki okean. Iya. Shoshma. Haytal akani qizi. Meni rashk qildingmi? Hozir tushunmadim. Senga maslahatim, meni rashk qilib ovora bo'lma. Kim biladi, balki men bilan bunaqa aylanish birinchi va oxirgi bo'lishi mumkin. Keyin Xudo biladi, to'y bo'lish bo'lmasligini. Tushunarlimi? Menmi? Sizni rashk qilyapmanmi? Ha? Sizni nimangizni rashk qilaman? Kim deb o'ylaydi o'zini? Sangarimga o'xshab kelishgan bo'lsa nima qilarkan? Nima? Hech narsa. Uf. Emin, Amira, buncha tez sog'indingiz? yo'q, yordaming kerak. Eng zo'r go'zallik salonini bilasanmi? Go'zallik saloni sizga nega kerak? Kerak. SMS qilib jo'nat, iltimos. Xo'p. Eng zo'rini hozir yozib yuboraman sizga. Aha. Haytal akani qizi. Aytishadi-ku. Onasini ko'rib qizini ol. Bilishimcha, onang yo'q-a? Onam yo'q. Bizni vaziyatda otasini ko'rib qizini olma, shundaymi? Ha, shunaqa. Hozir avval tushlik qilamiz, keyin salonga boramiz. Xo'pmi? Hozir kelaman, Yusufjon. Xo'p. Sen dasturxonga Xo'p. qara. Yusuf, hozir kimdir ko'rib qolsa-chi? Joyingizda o'tiring. Men endi joyimda o'tira olmayman. Kelishsin, ko'rishsin, qachongacha berkitib yuramiz? Hali uydagilaringga aytmading-a? Yo'q, siz aytdingizmi akamga? Yo'q. Hali aytmadim. Lekin aniq aytaman. Hozir muhimrog'i ota-onang. Seni sevishimni bilasan. Uylanishni istayman. Qattiq sevaman. Bir oila bo'lishni istayman. Farzandlarimiz bo'lishini istayman. Shunchalik qiyinmi shu ish? Akamni to'yi o'tsin, men uyimdagilar bilan gaplashaman. Agar to'ydan keyin gaplashmasang, men o'zim seni qo'lingdan tutib, ota-onangga bor gapni aytaman. Baxtiyor aka, osham shay deb qoldi. Sabzi to'g'rashga yordam berayotgandim. Mehmonlar kutib qolmasin deb, chivin ko'payib ketibdi, chivin yo'q edi uyda. Qayerdan paydo bo'ldi? E'tibor berma. Chivinlar begona emas. Mehmon. Ular Eminni qaynotasini hamrohlari.
Vaqsh daryosidan kelishgan. Ha, akang qo'ng'iroq qilmadimi, qizim? Akam qo'ng'iroq qilmadi hali. Ha, men Eminga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Hozir aytaman, keladi. Eshigingni ham ochib beraymi? Xonim afandi tushadi-da. Qaysi biri bo'lsa endi? Qayerga keldik? Ha? Ha? Bu yer qayer? Shunaqangi joyga keldikki, 7 uxlab tushingga ham kirmagan. Ishonaver. Ikkinchi qavatni ko'ryapsanmi? Go'zallik saloni. Bizni shaharda birinchi joydagi salon shu bo'ladi. Nomer 1. Men seni oddiy joylarga olib bormayman. VIP joylarga olib boraman. Tushundingmi? Bu yer shaharni C qizlari kelishadi. Tushunyapsanmi? To'sh oldimga. Qurboning bo'lay. Yusuf. Eminga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Ishqilib yaxshimikin? Nimadir bo'lmadimikin? Qachondan beri Zulayho bilan gaplashasan? Siz noto'g'ri tushundingiz, Baxtiyor aka. Yosh bola emasman. Munosabatlaring jiddiymi? Ha, jiddiy. Biz bir-birimizni sevamiz. Men Zulayhoga uylanmoqchiman. Oila qurmoqchiman. Ota-onasi bilan gaplashdingmi? Hali gaplashmadim, Baxtiyor aka. Men qanday gaplashaman? Kimman? Menga yosh katta odam kerak. Dadam ham yo'q meni. Dadam bo'lganida o'zi kelib, maslahat qilib hal qilgan bo'lardi albatta. Menga qara. Nima qilishing bilan meni ishim yo'q. Zulayho bilan boshqa ko'rmay, agar ko'rsam, sen bilan boshqachasiga gaplashaman. Tushunarlimi?